Ushbu rasmdagi senmi? Uni ko'rish uchun havolaga kir. Tushunmadim. Ayni kunlarda sizga ham Telegram orqali mana shunday ko'rinishdagi SMSlar kelyaptimi? Havolaga aslo kirmang. Nima uchun degan savolga bugun lavha davomida javob olamiz. Biz bugun poytaxtimizdagi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga keldik, chunki bugun aynan mana shu yerda raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Shuningdek, konferensiya doirasida huquqni muhofaza qilish sohasida fan va ta'limning dolzarb masalalari, tergov faoliyatini tashkil etishga yangicha yondashuvlar, raqamli kriminalistikaning roli, raqamli davrda korrupsiya va jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish mavzularida parallel sessiyalar o'tkazildi. Ana endi bugungi konferensiya mavzusidan uzoqlashmagan holatda lavha avvalida bergan savolimizga javob olamiz, ya'ni Telegram orqali yuborilayotgan APK fayllar haqida. APK viruslar juda ko'payib ketdi. Bizning rasmiy degan fayllar jo'natishni juda ko'p kuzatyapmiz. Bular ham rasm emas, odatda video ham emas. Bu dasturiy ta'minot. Absolutno yo'q, kirmash kerak. Android tizimi so'raydi. Siz bu ilovani o'rnatmoqchimisiz? Odamlarimiz inobatga olmasdan bosib o'rnatib, keyin mana kiberjinoyatda qurboni bo'lib qolyapti. Nuqtadan keyin APK degani u dasturiy ta'minot degani. Demak, u tizimga o'rnatiladi. U hech qanaqa rasm emas. Bizning rasmiy shu manzil orqali personal ma'lumotni o'g'irlash imkoniga ega. APK shunchaki yashirin tarzda o'rnatilgan, u SMS o'qishi imkoniyati, telefon raqamlarini o'qishi va hokazo personal ma'lumotni o'zlashtirishi imkoni bor. Huquqiy gigiyena, huquqiy savodxonlik sizda shakllangan bo'lsa, demak bu sizni turli xavf-xatarlardan asraydi. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilayotgan har qanday havolalarga aslo kirmang. Bu haqda yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Aks holda siz kiberjinoyatchilarning qurboniga aylanishingiz mumkin.